Assalomu alaykum hurmatli bizni kuzatib borayotgan aziz tomoshabinlar. Videomiz yoqqayotgan bo'lsa, like tugmachasini hamda obuna tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Bugun biz Farg'ona viloyati Dang'ara tumanida tashabbusli budjet 2025 birinchi mavsum yakunlari to'g'risida ma'lumot berib o'tamiz. Qani biz boshladik. Dang'ara tumani maydoni 440 km2dan iboratdir. Aholi soni esa 477.200 kishidan ortiq. Bu ma'lumotni Farg'ona viloyati Dang'ara tumani hokimligining rasmiy saytidan ko'chirib oldik. Ushbu ma'lumot 2023-yilda yangilangan ekan. Dang'ara tumanida 413 ta tashabbuskorlar tomonidan taklif qilindi. Ularning 112 tasi ovoz berish jarayoniga tasdiqlandi. Atiga bittasi turli sababga ko'ra rad etildi. Dang'ara tumanida 12 ta tashabbus g'olib deb topilgan. Tasdiqlangan tashabbuslarning 10.6% g'olib deb topilgan. Dang'ara tumanida birinchi o'rinda g'olib deb topilgan tashabbus 9072 ta ovoz bilan g'olib deb topildi. 12-chi o'rinda g'olib deb topilgan tashabbus esa 4711 ta ovoz bilan g'olib deb topilgan. Eslatib o'tishni joiz deb topdim. Dang'ara tumanida shu 12-chi o'rinda g'olib deb topilgan tashabbusda 4711 ta ovoz bo'lgan. Farg'ona viloyatidagi bir xil tumanlarda, ayrim tumanlarda hatto birinchi o'rinda ham hattoki 4711 ta ovoz bo'lmagan. Dang'ara tumanida yo'nalishlar kesimida xuddi shunday g'oliblar aniqlangan, ya'ni ichki yo'llarni ta'minlash bo'yicha 4 ta g'olib aniqlandi. Umumta'lim maktablarini ta'minlash bo'yicha 3 ta g'olib aniqlangan. Tabiiy gaz tarmog'ini ta'minlash bo'yicha esa 2 ta g'olib aniqlangan. Qonun hujjatlari bilan belgilab qo'yilgan mezonlar asosida qo'yilgan tashabbuslardan bittasi sog'liqni saqlash muassasalarini ta'minlash yo'nalishi bo'yicha bitta va boshqa ta'lim muassasalarini ta'minlash yo'nalishi bo'yicha esa bittadan g'olib aniqlangan. Dang'ara tumanida 31 ta tashabbus 1000 tadan oshiq ovoz olgan. 42 ta tashabbus esa bittadan 1000 ta oralig'ida ovoz olgan. 39 ta tashabbus esa umuman ovoz olmagan. Dang'ara tumanida 12 ta g'olib tashabbuslar to'plagan ovozlar soni 67726 tani tashkil qilmoqda. Bitta g'olib tashabbus uchun o'rtacha ovozlar 5643 tanidan iborat. Dang'ara tumanida ketma-ket kelgusi 2 mavsumda 9 ta mahalla fuqarolar yig'ini ishtirok eta olmaydi. Mana ular ro'yxatini ko'rib turibsizlar. O'ymovut, Boybuta, Katta Boybo'cha, Soyshildir, Bo'g'riqum, Qiyali mahalla fuqarolar yig'ini, Qoramulla, Uvaysi hamda Navbahor mahalla fuqarolar yig'ini kelgusi 2 mavsumda ishtirok etishmaydi. Bu so'nggi videomizda sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like tugmachasini, kanalimiz yoqsa esa obuna tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.